Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kadirlik Müslüman kardeşlerim, bugün ben sizlerge Ad-dinu nasiha, yani din samimiyetlikdir degan hadisning sharhisini oldim. İmam Müslim Temimid-Dari radhiyallahu anhu'dan rivayet kıldiki, Peygamber Aleyhisselam Ad-dinun nasiha, yani din samimilikdir dedi. Biz ya Resulullah, bu samimilik kimge de sorduk. Peygamber Aleyhisselam lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li a'immetil muslimin ve ammetihim, yani Allah'a, onun kitabıga, onun peygamberge, Müslümanların yolbaşçılarına ve umumi Müslümanlarga samimi buluştur deb cevap verdi. Ülemalar bu hadisini mundaq şerh etgan. Arab tilidagi an-nasiha degan so'z chin ixlosni ifodalaydi. Chunki nasaha degan xalasa deganlik bo'lib, safliqni bildirdi. Shunga arablar hasalning saf holatini nashul asal, ya'ni hasalning safliqi deydi. Birovning xos, yani xolis tövbe qilganligini nasahat tövbatuhu deydi. Tahrim suresidagi ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha degan oyatning ma'nosi mo iymon etganlar Allohga samimiy tövbe qilinglar deganlik bo'ldi. Shuningdek, xolis niyat va to'liq samimiyat bilan o'rindalgan amalmo ixloslik amal deyiladi. Amel ibadetlerde ihlas şu amel ibadetlerinin can tumuru bulup, ihlassız amel ibadet kabul bulmaydı. Bu ihlas Çin samimiyet bilen ibadetindir. İslam'da her bir ibadetinin özüge has ihlası ve samimiyeti buludu. Mesela Kur'an okuşunun samimiyeti onu Peygamber aleyhisselam okugandek okuş. Okuğunuga ve bilginiga amel kılış bolsa, namazının samimiyeti onu Peygamber aleyhisselam körsetkendek okuş. Zakat ve sadakının samimiyeti bolsa, onu chin ko'nglidan razı bolgan halda memnuniyet bilen ada qilishdir. Shuningdek, din ve dunyolik her qanday bir ishning samimiyeti onu qatirqinib ixlos bilan qilishdir. Allah Taolaga samimiy bo'lish, ya'ni Allah Taolaning borligi ve birligiga bo'lgan e'tiqodda rostchil ve ixloslik bo'lish, uni chin qalbdan sevish, uni butun kamoli sifatlar bilan sifatlash, onu her kandak nuqsondan pok deb bilish, onun buyurganlarini o'rindash, to'sqanlardan yenish orqali uningga itoat qilgan holda u talab qilgandek yashashdan iboratdir. Alloh taolaning payg'ambariga samimiy bo'lish deganlik, payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning insonlarga avatgan elchisi ekanligiga bo'lgan iymonda chin turish, uningga itoat qilish, uning yo'liga ergashish, uni butun hayotlik sohalarida ulgu qilish, uning oila tavabiatlarını süyüş, onun sünnetlerini cari kıldırış, onun ulug makamını qoğdaş, kafirlarının töhmetlerine reddiye verip, onun şanını mudafiye kılış qatarlıqlardır. Allah Taala'nın kitabı bolgan Kur'an-ı Kerim'e samimi buluş deganlik, Kur'an-ı Kerim'ni tilavet kılıp duruş, onun ma'nisini biliş, onun bilen ahlaqlanish, onun ko'rsatmalariga to'liq amal qilish ve onu can tikip qo'g'dash qatarlıqlardır. Müslümanların yolbaşçılığına samimi buluş deganlik, Müslüman yolbaşçılarının etrafıga uyuşuş, ularni qo'g'dash, ular to'g'ri yo'lda bo'lgan muddatda ularga qarshi chiqmaslik, ularga yordam qilish, xatoligi bo'lsa tuzitish berish, nasihat qilish, agar ular haqiqatni chetlab ketsa, ular o'z xatoligini bilib tuzitib olg'uchilik, ularga siliq muomala qilish qatorliqlardir. Ammo umumiy musulmonlarga samimiy bo'lish deganlik, ularni qo'g'dash, hissashlik qilish, ularga va ularning oilasiga ahamiyat berish, yomonlikdan tusib, yaxshilikqa buyurish, har bir musulmonga kuchining yetishicha, sharoitining yar berishicha va qo'lidan kelishicha manfaat yetkazish va yaxshilik qilish uchun qo'lidan kelgancha tirishchanlik ko'rsatish qatorliqlardir. Qadrli Müslüman qarindoshlarım, sözümni bu yerda oxirlashtirman. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.